kundan beri o'tiribmiz, chiqarmikin Jasur? Chiqadi, qayerga ham boradi. Ketdimi chiqadi deb ketdi. Ha, qorma yigit. Qachongacha qochib yurmoqchisan, Oka, qilib beraman. Faqat iltimos, adam eshitib qolmasin. O'ylaman ushka. Qichi uyda turar ekansan. Tug'asan pulni, tushundingmi? Hop, qilib beraman, aka, faqat. Ha, bolalar, tinchlikmi? Tinchlik emas, o'g'lingizga qarzi bor. Qarzi? Sen kir uyga. Buni qo'shnilarning oldida gaplashmaylik, qani uyga marhamat. Hop, yigitlar, o'g'lim nimadan qarz bo'lib qoldi? 80-yillarning bolasisiz. O'g'lingiz kartojniy dolgi bor. $100,000 yutqizib qo'ydi. $100,000? Hop, nima qilamiz? O'g'lingizni qarziga uyingizni tikasizmi? Uyim $500,000 turadi. O'g'limni sizdan bor yo'g'i $100,000 qarzi bor. Qolganini qayerdan qo'yasan? O'zi sizga shans beryapmiz. O'g'lingizni qarziga. Uyingizni tiksangiz o'ynab yuboring. Qarzlari bo'ladi, yutqizib qo'ysin. Shunaqami? Unda bir qo'l o'ynaymiz. Okey, qimordan hech qachon o'tkazib. Xos, 1 minut. Jasur, kartani taxla. Qani? Sizning toy bola? Tut o'rtoq. Do'daga ber. Sizning toy bola? Oching do'da. Marhamat. Yo Robbim, senga qasam qilgan edim, bu yo'lga boshqa kirmayman deb. Lekin hozir shunaqa vaziyatdaman. O'zing kechir. O'zing qo'llab-quvvatla. Allohu akbar. Iltimos, bu uyga boshqa kelmalaring. Robbim, o'zingga shukr. Ada, meni kechiring. Men seni deb Allohga bergan qasamimni buzdim. Yana bir marta shu yo'lga kiradigan bo'lsang, oyoq qo'lingni sindiraman. To'la qol ko'zim ko'rinma.